O'g'lini sepgandan keyin oldi biz bir dehqonchilik qilgandan keyin tepasida turib parvarish qilib suv qo'yamiz, ana shunday suv qo'yar ekan. Necha eshitganmizda, necha yilda chiqadi shu barbuk. Eshitmaganmizlar. Unga har hafta suv quyaverar ekan. Bir hafta, bir oy, bir yil chiqmas ekan. Lekin shu kecha ekilganda unga parvarish qilib, tepasiga suv quyib, qarab turaverar ekan. 5 yil deganda chiqar ekan, 5 yil. Lekin chiqqandan keyin haftasiga ba'zilar adashmayapman, yo haftasiga kuniga 1 metrdan o'sar ekan. Shunaqami? Haftasiga o'sar ekan. Nima uchun desa, chunki u 5 yil davomida pastga qarab, tomirga qarab o'sar ekan. Tomirga dog' hop bo'lgandan keyin tepasidan chiqar ekan. Ya'ni ilm farzand tarbiyasi xuddi shunday deydi bugungi zamonaviy ulamolarimiz. Siz buni o'qityapsiz, natija ko'rmayotganga o'xshaysiz. Bugün balayınızı terbiye kılarsınız, bugün netice görmeyin. 5 yıl, 10 yıl tutasınız gereği basın. Ondan keyin netice verir. Yani ta'lim, farzandlarning tarbiyasi, mana shunday uzoq vaqt tarbiyani, natijasi ko'rinmagan holda, lekin bir kuni kelganda haftasiga o'sadigan mana shunaqa bir natijani beradi deydi. Alloh taolo hammalarimizni mana shunday ta'limda bardavom qilsin. Shunday katta marralarni zabt etadigan farzandlarimizni Alloh ko'paytirsin.